Gap yo'q. Odam xursand bo'lib ketdi, aka. Xalas ko'rlami? Yo'q, bizani ko'rgani kimdirlar keldi mana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shu yerdan o'tib ketyaptimi deylar? Bizi istoriyani ko'ribmi? Bizga yordam kuch keldi. Mo'ynoqdan akalarimiz bizga benzin olib kelishibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi ma'minimiz ishlaydi. Aka 01da yana kimdir kelyapti. Assalomu alaykum. Ormon aka. Aka, bu dunyoda mehribon odamlar ko'p. Xorazmdan yo'l tanlamas Cobalt. Qo'yil. Xush kelibsizlar. Mahallamizga xush kelibsizlar. Qo'yilman, xush kelibsizlar. Aka, sizdan birinchi menga mana bu qo'lingizda benzin ko'rindi, aka. Rahmat jonim. Bering, anu uyga 4 tani olib kelganda benzin ko'tarib ketdilar. Ha, soat bo'ldimi? Yo'q. Soat bo'lmayapti-yu. 150 kilometrdan yurib keldinglar, sizlar ham adir-budir yo'llardan. Bu akalar men uchun Marvel'dagi super qahramondek ko'rinishyapti jigarlar. Storalarimizni ko'rib 4 ta 5 ta mashinada odamlar benzinlar bilan bizani poddershka qilgani yetib kelishibdi. Maza qiladi uni. Da. Telefonimiz zaryadga oladi endi. Yuramiz. City bardan ichaylik deyapti mehmonlar. Olinglar aka. Opa. Yomg'ir yog'adi deyishyapti, apasli emasmikan? Akalardan so'raylik. Garantiya beraman. Agar yomg'ir yog'sa qolib ketasizlar. Ya qaytib kerak. Ertaga yomg'ir yog'sa o'shini qolib ketasiz. Bir haftaga yana. Yo'q. Yo'llar o'shada. Nimaga bizani qo'rqitishyapti? O'zligi olib kelishgan narsa bilan o'zligini mana chiroyli qilib mehmon qilyapmiz. Yuzuncha chuqurroqlarni ko'rdik biz, shunda qolasiz, yomg'ir yog'sa.